Vəsiyyətnamanı bekar qilish mümkünmü degan savollarni beradilar bizlara ko'pincha. Men sizlara vəsiyyətnamanı tushunchasini tushuntirama oldin. Vəsiyyətnoma bu meni tiriklik paytimda nomimda bo'lgan uy-joy, avtotransport vositasi yoki yer uchastkasi har qanday mulkimni kimgadir vafotimdan oldin vasiyat qilib qoldirsam, meni vafotimdan keyin ushbu mulkka, ushbu hujjat orqali erishsa, bu vasiyat hisoblanadi. Demak, vasiyatnomani tushunchasini tushundik. Şurada şunun bir savol tug'iladi. Ya'ni men qoldirgan vasiyat bo'yicha vasiyat oluvchi to'liq mulkka egalik qila oladimi degan savol tug'iladi. To'liq mulkka egalik qilib bilmaydi. Sababi O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksini 23-moddasida keltirilgan. Agar er-xotin biron bir mulkni nikoh davrida orttirilgan bo'lsa, bu mulk er-xotinniki hisoblanadi. Ya'ni o'zaro birgalikdagi turmushi davrida topgan daromati ushbu mulkni sotib olgan hisoblanadilar. Demak, men o'zimning nomimda bo'lgan mulkni kimgadir vasiyat qilib qoldirsam, bu yerda turmush o'rtog'imdan 50% ulushi bor. Demak, sizning ota-onangiz kimgadir vasiyat qilib qoldirgan bo'lsa, demak, siz merosxo'rlarning ham onangizni 50% ulushini da'vogarlik qilishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 23-moddasi asos. Ushbu ma'lumotni bilib olgan bo'lsangiz, ushbu ma'lumotni boshqa yaqinlarimiz ham jo'natib qo'yamiz.